O'zbekiston iqlimida qanaqangi turdagi archalarni parvarish qilish mumkin va ular bilan qanaqangi landshaft yoki qanaqangi agrobiznes sohalarini rivojlantirish mumkin. Mana shu savollarga javob topamiz. Demak, O'zbekiston iqlimi bilamizki, arid va quruq iqlimdan tashkil topgan, ya'ni O'zbekistonda yoz issiq, qish sovuq va ikkala muddatda ham juda ham quruq holatda kechadi, ya'ni yog'ingarchilik juda ham kam. Bunaqangi hududlarda archa o'simliklarini ekish yaxshi samara beradi bir tarafdan, lekin bir tarafdan salbiy jihatlari ham mavjud. Yaxshi samara berishi albatta bularni chiroyli estetik jihatdan shahrimizni, yurtimizni, umuman landshaftimizni bezash bo'ladigan bo'lsa, salbiy jihati bo'lsa o'zida changlarni tutib qolishi va mana shu chang zarralarini shamol bo'lganda atrof muhitga yoyish hisoblanadi. Lekin biz bu salbiy holatlarini kamaytirishimiz mumkin qachonki biz to'g'ri archalarni O'zbekiston iqlimidan kelib chiqib tanlaydigan bo'lsak, parvarish qiladigan bo'lsak. Aynan mana shunaqangi archalarni juda ham ko'plab oilasi mavjud. Bizda shunchaki archa deb bilgan o'simliklarimiz aslida 27 xil turga bo'linadi va ular bo'lsa 100 dan oshiq navlarga bo'linib ketadi. Bugun men sizlarga asosan O'zbekistonda parvarish qilish mumkin bo'lgan ko'chatlikdan tortib to katta bo'lguncha ularni parvarish qilib katta bir daromad qiladigan bir yo'nalishingizni ochishingiz yoki aynan shaharni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirishda ishlashingiz mumkin bo'lgan archalarni tanishtirib o'taman. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. O'zbekiston iqlimiga eng mos tushadigan archalar bular tuyalar hisoblanadi. Tuya archalari hattoki yovvoyi tabiatda ham uchraydi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa juniperus, ya'ni можжевельник deb tarjima qilinadi. Ana shu archalar hisoblanadi. Lekin tuyalar nisbatan madaniyroq bo'lganligi sababli juda ham ko'plab xonadonlarda ham ekib kelingan, hattoki chorbog'lar davrida ham. Nima uchun bu tuya archalari ekilgan? Tuya archalari o'zini juda ham chiroyli bo'lgan igna barglariga ega, ya'ni mana ko'rishimiz mumkin. Mana shu igna barglarni oladigan bo'lsak, yapaloq va tikoni juda ham kam. Bu bo'lsa yosh bolalarli xonadonlarda ham, umuman boshqa istalgan landshaftda ham, boshqa joylarda ham, shaharlarda ham obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish uchun eng yaxshi foydali archa hisoblanadi. O'zida chang ushlab qoladi, lekin u changlarini yoyib yubormaydi. Aksincha, qachonki yog'ingarchilik mavsumi bo'ladigan bo'lsa yoki siz ustidan suv sepadigan bo'lsangiz, o'shanda butun tanasi bo'ylab yig'ilgan changi oqib tushadi. Misol uchun buni silkitadigan bo'lsangiz ham uncha ko'p chang sezilmaydi. Nimaga? Chunki bularning ignalari, igna tangalar deymiz, qoplangan tanasi boshqacha teskari tarafga qarab qoplangan. Shu sababli buni tanasidan changlarni sizib oqishiga xizmat qiladi. Endi tuyalar bilan bog'liq juda ham ko'plab savollar bor. Ya'ni tuya archasi ko'rki unchalik chiroyli emas, estetik jihatdan yaxshi bezalmaydi, xonadonni ham, landshaftni ham chiroyli qilib ochib bermaydi degan bir miflar yuradi. Nimaga mif? Nima? Chunki bu archalarimizni odatda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, ichida qurigan qismlari mavjud. Xuddi qurib qolganga o'xshaydi va natijada insonlarning ko'ziga bu g'alatidek, qurib qoladigan archadek seziladi. Aslida unaqa emas. Yaxshi archalar har doim qurigan barglari, mana shu qurigan igna barglarini o'zini ichki qismida bekitib turadi. Nimaga? Chunki har bitta archa zich o'sishini bilamiz. Zich o'sganligi sababli ularning orasida shamol aylanishi juda ham past bo'ladi, ya'ni sirkulyatsiya. Sirkulyatsiya bo'lmaganligini hisobiga aynan archalarning orasida shunaqangi qurish holatlari yuzaga keladi. Bu unchalik qo'rqinchli narsa emas. Agar sizda karcher bo'ladigan bo'lsa, ya'ni maxsus kuchli napor bilan suvda sug'arib ustlarini sepadigan bo'lsangiz, ular ichidan to'kilib tushadi. Yoki oddiy usul bor. Gilamlarni tozalaydigan shotka bilan bularni tagidan tepaga qilib tarasak bo'ladi. Xuddi soch taragandek, o'shanda ortiqcha qurigan igna barglari to'kilib tushadi. Ya'ni biz bunga salbiy jihatdan qarashimiz kerak emas. Aksincha, chiroyli o'zini barglarini tashqi tarafda va aynan shu qurigan husnbuzarlarini o'zini ichida saqlaydi. Bu bularni maksimal darajadagi manzaralilik xususiyatidan dalolat beradi. Va tuya archalari O'zbekistonning yozida ham, qishda ham o'zini yaxshi his qiladi. Undan odatda yakkaxon kompozitsiyalarni hosil qilish uchun mana shunaqangi Platycladus orientalis kompakta, ya'ni kompakt holatda piramida holda o'sadigan o'simliklardan va jonli devor hosil qilishda bo'ladigan bo'lsa, shunchaki Tuja orientalis yoki Platycladus orientalisdan foydalanish mumkin. Nima uchun sizlarga ilmiy nom bilan e'tibor beraman? Sababi ilmiy nom bilan siz archalarni to'g'ri topadigan bo'lsangiz, ortiqcha nom bilan topadigan bo'lsangiz, o'zingizga kerakli bo'lgan, juda ham chiroyli, betakror bo'lgan archalarni qo'lga kiritgan bo'lasiz. Parvarishi juda ham oson, juda yaxshi o'sadi va unchalik ko'p suv ham talab qilmaydi. Hattoki Platycladus archalari, ya'ni tuya archalari 21 kun mobaynida ham suvsiz yashashi mumkin. Navbatdagi maydonchamizda so'z boshlashdan avval to'liq o'pkamni to'ldirib nafas olishni xohlayman. Nima uchun? Chunki yonimda turgan bu chiroyli moviy archalar
Kiparis arizonskiy, ya'ni Arizonka kiparis deb nomlanadi. Bu archalarning oilasida, turkumida eng o'zidan ko'p kislorod ishlab chiqarish bilan bir qatorda juda ham ko'plab efir moylarini beradigan tabiiy dorivor o'simlik hisoblanadi. Bu archalar, moviy archalar juda ham O'zbekiston iqlimida yaxshi parvarishlanyapti. Bular bizga 5-6 yil avval kirib kelgan, ya'ni introduktiv o'simlik hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda yaxshi adaptatsiyaga kirishadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak, bularni to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga ekish kerak. Nimaga? Chunki to'g'ridan-to'g'ri keladigan quyosh nurlari bularni rangini mana shunaqangi moviy qilib ochib beradi. Aslida bu archalar ham boshqa archalarga o'xshab yam-yashil, lekin o'zining tanasida ishlab chiqaradigan maxsus moylari va himoya shirasi mana shu bizning iqlimimizda, bizning O'zbekistonimizda bo'ladigan changlarni ushlab qolishga yordam beradi va o'zida changi tutganligi sababli aynan shu changdan shunaqangi chiroyli ko'rinishni beradi. Agar siz hovlingizda maxsus tomchilar sug'aruvchi yoki yomg'irlar sug'aruvchi moslamalar bo'ladigan bo'lsa, bular o'zini moviy tusini yo'qotib boradi, ya'ni yashil holatga kirib qoladi. Mana shuni oldini olish uchun imkon qadar siz to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushadigan joylarga ekishingiz kerak. Endi buni yonida turgan archa juda ham g'ayrioddiy ekan deyishingiz mumkin. Haqiqatda g'ayrioddiy ko'rinishi mumkin, sababi bular tabiat san'ati bilan mana shunaqangi yuzaga kelgan, ya'ni tapiar haqida ko'pchilik biladi allaqachon. O'simliklarga, archalarga maxsus shakl berish. Mana chap tarafimda turganini pompon deb nomlansa, bularni koptokchalar deb nomlanadi, ya'ni balls. Bu yerda 4 ta koptokcha qilingani, bu yerda bo'lsa qo'lchalar chiqarilib shakl berganini ko'rib turibsiz. Lekin mana shunaqangi tanasida ortiqcha boshqa igna barglari bo'lmasa ham yaxshigina kislorod bilan ta'minlayapti aynan shu maydonchani. Agar siz ham o'zingiz hovlingizda kislorodga boy bo'lgan landshaftni hosil qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu archalardan bir dona bo'lsa ham ekishingizni tavsiya qilaman. Sababi bitta voyaga yetgan kiparis archasi 2-3 ta odamni bemalol kislorod bilan, kundalik kislorod bilan ta'minlab beradi. Shu bilan bir qatorda o'zidan keladigan yaxshi hid insonlarning asab tizimiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Bilsanglar, ochiq ranglar to'q ranglarga nisbatan inson kayfiyatini yumshatishga va psixologik jihatdan ularni asabiylashishini kamaytirishga hissa qo'shadi. Shuning uchun mana shunaqangi osh ustiga moviy archalardan ham albatta o'zlarini landshaftchilarga ekishinglar mumkin. Navbatdagi go'zallik bir paytlar o'zini tanasini faqatgina gugurt ishlab chiqarish sohasiga sarflagan desam, hayron qolishingiz aniq. Sababi ko'p turibsiz, juda ham chiroyli va yuqori manzarali rang bilan turgan bu keda archalari bir paytlar gugurtlar ishlab chiqarish uchun kesilgan, aralangan. Albatta kedalarning kelib chiqish tarixi juda ham uzoqqa borib taqaladi. Bular Shimoliy Amerika va bizani shimoliy sharqimizda ham juda ham ko'plab o'stirilgan, lekin bularning tanasi yaxshi yonish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun gugurt ishlab chiqarishda juda ham keng qo'llanilgan. Lekin borib bularning ham shunaqangi yuqori darajada aralanishi, yo'q qilinishi natijasida kamayib borgan va o'zining noyobligini yuzaga chiqargan. Qanday qilib desak, mana shunaqangi ko'rinish bilan. Ushbu kedr archalari O'zbekiston iqlimida o'zini unchalik yaxshi his qilmasa ham, lekin yopiq hududlarda juda ham yaxshi chiroyli ko'rinish beradi. Ya'ni estetik jihatdan juda ham chiroyli ko'rinadi va aynan bizani issig'imizga juda ham yaxshi moslashgan. To'g'ridan-to'g'ri tushadigan quyosh nurlari bularning ranglarini boyagi kiparis archalarimizga o'xshatib chang bilan ta'minlaydi va tanasini oqartirib beradi. Bularning juda ham ko'plab navlari bor. Hozir meni oldimda turgani bo'ladigan bo'lsa, bu Atlas kedrlari, ya'ni Cedrus atlantica. Cedrus atlanticalar bizga Italiya mamlakatlaridan olib kelinadi. Italiyada bo'lsa, bu o'simliklarni yetishtiradigan juda ham katta sanoati mavjud. Lekin aynan mana shu kedrlarni ham bizning O'zbekiston iqlimimizda, O'zbekistonni iqtisodiyotida parvarishlash, yetishtirish mumkin. Qanday qilib deydigan bo'lsangiz, bularni yetishtirish juda ham oson, ya'ni urug'dan ham ko'payadi va payvand bilan ham ko'payadi. Agar mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hozirgi aynan kuzda, oktyabr oylarida sekin-sekin astalik bilan urug'lar mevachalar qilyapti. Aynan shu qanotchali urug'larni olib turib, ularni yerga ekiladi, chiqqanini 2-3 yil parvarish qilinadi va mana shu archaga yana qaytib kelib, tanasidan ozgina qirqib olinadi, o'sha o'stirilgan urug'dan chiqqan ko'chatga payvand qilinadi. Natijada ko'rib turibsizki, sizda tayyor Cedrus atlantica mavjud. Bundan faqatgina uzoq vaqt mehnat va malaka talab qilinadi insondan. Mana shu sohani O'zbekistonda ham rivojlantirish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda yaxshi o'sganligi, iqlimga yaxshi moslashganligi ularni O'zbekiston iqlimida ko'paytirilishiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Shu sababli o'zingizni bog'ingizni bezashni xohlayotgan bo'lsangiz, shu bilan bir qatorda agrobiznesingizni ham boshlashingiz mumkin. Shunchaki archanovol ekasiz, urug'larini o'zingizni xonadoningizning burchagida ham, misol uchun amaliyotingizni rivojlantirishga ham o'stirib ko'rishingiz mumkin va payvand qilib ko'rishingiz mumkin. Chunki men bilamanki, vodiyda va ayniqsa Qashqadaryo, Surxondaryoda mana shunaqangi ijodkor dehqonlar juda ham ko'p va ular o'zini
viloyatida mana shunaqa o'simliklarni, manzarali o'simliklarni juda ham yaxshi ko'paytirib kelishyapti. Bu bilan ko'rib turibsizki, agrobiznesimizni rivojlantirishda nafaqat qishloq xo'jaligi ekinlari, balki mana shunaqangi chiroyli manzarali archali o'simliklarni ham yetishtirish mumkin. Buni qanaqa parvarish qilaman deydigan bo'lsangiz, quyoshli joyga ekasiz va o'zini vaqti bilan suv berib turasiz. Bular boshqa gidroparklarga o'xshab yoz oylarida haftada 2 marta, 3 marta, yog'ingarchilik bo'ladigan paytda umuman suv talab qilmaydi. Va siz buni boshqa o'simlik, ya'ni qizil, sarg'ish tusdagi boshqa mazali o'simliklar bilan yaxshi kollaboratsiya hosil qilib, chiroyli kompozitsiyalaringizni shakllantirishingiz mumkin. Bu yovvoyi narsa, madaniy narsalar chiroyli bo'ladi, mana bunaqa kulturniy. Bular urug' beradi-yu, urug' tegidek payvandiniki bo'ladi, ildiziniki. Ildiz urug' beradi bularga. U urug'dan o'zi chiqmaydi. Agar o'zi chiqadigan bo'lsa ham, siz uni 10 yil, 20 yil kutishingiz kerak shunaqa rangga kirish uchun. Urug'dan boshqa yovvoyisi bo'lib chiqadi. Shuning uchun uni yetishtirilgandan keyin tanasi kesiladi-da, iskana payvand qilib, buni shoxidan tiqib qo'yiladi. Urug' o'ziniki emas. Urug' ayniydi. F1, F2, F3, F4 degan narsani eshitganmisiz? Shunga o'xshab bu hozir F1 bo'ladigan bo'lsa, urug' F2 bo'lib chiqadi. Agar siz uni yetishtiradigan bo'lsangiz, nechadir yildan keyin shunga o'xshash holatga keladi, faqat gibrid bo'lib qoladi. Nogiron farzandga o'xshabdi. Keyin u seleksiyani buzilishiga olib keladi. U hasharotlar kelib changlatsa, boshqa narsa qilsa, biriga gibrid qilib tashlaydi o'simlikni. Bu ham jinoyat. Butun davlatda mumkin emas urug'dan yetishtirilgan narsani sotish, sertifikat bermaydi. Endi bizda buncha rivojlanmaganligi uchun urug'dan chiqarib ham sotib turishadi, boshqa qo'shadi, lekin bu asl mana shunaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni aynish. Undan keyin shu F3, F4 bo'lib ketadi. Undan keyin umuman layoqatsiz bo'ladi, boshqa narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun uzoq ham yashamaydi ko'pi. Nobud bo'ladi. Misol uchun magnoliyalarni faqat iskana payvand bilan ko'paytirasiz. Urug'dan chiqarib bo'lmaydi magnoliyani. Lekin bizda magnoliyadan chiqarish mumkin deb ko'rsatib turishadi. Va sizga eng oxirida tanishtirmoqchi bo'lgan archam boshqacha ko'rinishdagi, ko'rib turganingizdek, vertikal emas, balki gorizontal holatda o'sgan archa. Bu archalarni misol uchun 2-3 yil oldin chiqib ko'rsatadigan bo'lsam, haqiqiy mo'jiza edi O'zbekiston uchun. Nimaga? Sababi ko'pchilik buni o'zining xonadonida parvarish qila olmaydi, faqatgina shahar manzarasida, shahar landshaftida ko'rishgan. Bu archalar juniperuslar, ya'ni можжевельникlar hisoblanadi. Можжевельникlar archalar oilasida eng juda ham boy bo'lgan, navlariga, turlariga boy bo'lgan archalar hisoblanadi. Ularning ham vertikal, ham gorizontallari mavjud. Bu ko'rib turganimiz bo'ladigan bo'lsa, gorizontal можжевельник archasi. Ushbu archalar o'zini nimasi bilan noyob hisoblanadi? Bular o'zlari nafaqat kislorod ishlab chiqaradi, chang yo'shlaydi, balki bizani vertikal emas, balki gorizontal bo'lgan ko'kalamzorlashtirish tizimimizga juda yaxshi hissa qo'shadi. Ya'ni bulardan siz jonli devor emas, balki gazonni o'rnida ishlatishingiz mumkin. Ya'ni maysa vazifasini bajaradi, yer qoplab o'sadigan o'simlik hisoblanadi. Yer qoplab o'sganda yer eroziyasini kamaytirishga hissa qo'shadi. Shu bilan bir qatorda o'zini namligini saqlab turadi. Ya'ni agar salqin o'zini tagiga salqin qiladigan bo'lsa, siz bunga quygan suvlaringiz ancha vaqt muddat tagida saqlanib turadi. Bu bo'lsa albatta bizani suv resurslarini tejashimizga hissa qo'shadi. Bilamiz, bizda juda ham suv bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham ko'p, ham ekologik, ham agronomiya jihatda ham suvni tejashga kuchli e'tibor qaratilyapti. Aynan bu archalarni ko'paytirishda siz maxsus maydonlaringizda tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanishingiz mumkin. Bular ham boshqa archalarga o'xshab bunaqa ko'p suv talab qilmaydi va boshqa archalarga nisbatan mana shunaqangi yoyilib o'sadi. Bu o'simliklar juda ham chiroyli manzarali hosil qiladi. Shu bilan bir qatorda yer qoplaganligi tufayli yer eroziyasini kamaytirib beradi. Chunki yer eroziyasi bu butun mamlakatda iqtisodiy ham agrosanoatda eng katta yo'qotish hisoblanadi. Chunki hozir yer yuzida juda ham ko'plab yerlar yomonlashib boryapti. Agar bu archadan landshaftga ketgan bo'lsangiz, o'zingizning yeringizga ko'p ozuqa bermasangiz ham bo'ladi. Chunki o'zida mana shu tanasidan chiqqan igna barglarini kesganingizda, eskirganda boshqa sizni bog'ingizda o'simliklarga yaxshi ozuqa vazifasini bajaradi. Sababi bularning ishqorlik darajasi juda ham yuqori turadi. Ya'ni yerdagi ishqorlik xususiyatlarini o'ziga tortib oladi va juda ham ko'p kislorod ishlab chiqaradi, chang yo'shlaydi va yer qoplama o'simlik sifatida sizni manzarangizni juda ham chiroyli ochib beradi. Bu o'simliklarni ham to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joylarga ekasiz. Bular ham juda ham ko'plab navlari bor. Aynan hozir siz bu ko'rib turganingiz bu horizontalis ayvol hisoblanadi. Ayvol sortlari bu yangilangan sortlar navlar hisoblanadi. Bizning mamlakatimizga Yevropadan kirib kelgan. Shu bilan bir qatorda bularni ham boshqa archalarga o'xshatib, payvanddan ko'paytirishingiz mumkin. Bularni urug' beradigan payti bo'ladigan bo'lsa, may oyiga to'g'ri keladi.
chiroyli manzarali va O'zbekiston iqlimida o'stirish mumkin bo'lgan archalar shulardan iborat edi. Albatta AgroO'z ko'rsatuvini kuzatib boringlar. Sababi bu ko'rsatuvda siz bilmagan va agrobiznes, agro olamga oid bo'lgan juda ham ko'plab savollaringizga javob topasiz. Salomat bo'linglar.